Mana bu ko'rib turgan qulflaringiz bor-ku, mana. O'sha mashinasiga orqasiga paqircha ilib olgan, mashinasining orqasiga qizil latta bog'lab olgan, hammasi bir xil odamlar. O'sha odamlar bilan shu odamlar, tabiati bir xil odamlar mana shu ishni qilib ketgan. Hozir men bu qulflar menga baxt keltirishiga ishonaman deb sarkazm qilishim mumkin, o'sha ishonadiganlarning ustidan kulishim mumkin, lekin ko'pchilik bu gapning ma'nosiga e'tibor bermaydi-da, tagigacha e'tibor bermaydi-da. Men o'zim aybdor qilib tashlaydi. Qulfga ishonasanmi, shirk keltiryapsan, unaqa bunaqa deb. Shuning uchun sarkazm qilmay qo'yaver. Hali bor ekan, anchagan unaqa sarkazmlarga. Qiziqarli narsaga o'xshayapti, chunki noodatiy qilib mana devorlar yasalgan, temirlardan har xil dekoratsiyalar, san'at asari yasalgan. Litovka deb nomlanar ekan va bu yerda kassa bor, har doimgidek. Kattalarga 10 rubl, biz pulga 42 ming so'm. Bu to'g'ri binoni bir ko'rishda nimaga o'xshatdilar? Men bir ko'rishda xuddi o'sha o'zim Afrikada ko'rib yurgan nimalarga o'xshatib yubordim, chaylalarga. Xuddi shunaqa shakli ham, ular ham somondan qilinganida bir xil. Faqat bu yer Afrika emas, Belorussiya. Chiroyli muzika qo'yib qo'yishibdi. Devordan qo'l bilan qanot yorib chiqibdi.